Assalomu alaykum azizlar, qanaqalar yaxshimi? Bugun biz yana romanning davomini o'qishni davom qilamiz. Qum bosgan shahar romanining. Endi Qum bosgan shahar romanida biz bir nihoyatda rohat, farog'at, taraqqiy qilgan degan vaqtida xalqlar boyashat yashayotgan. Beg'amlar shahrining qandoq vayron bo'lganligi va bu yerning qandoq qumga aylanib ketganligini umum bir cho'chaklar shaklida tasvirlaydi. Lekin buning keynida nurg'unlagan bizningki tarixda o'tkazgan xatoliklarimiz nurg'un narsalar o'tirib qo'yildi. Buning ichida shu beg'amlar shahrining oqsoqol yantoq oqsoqolning balam bizning jutga qaytib beringlar. Ya'ni jutimiz mushtaq qopti, hamda oqsoqolning balasi bo'lgandan keyin jutni qo'g'dash ishida bosh bo'lish kerak-ku. Ammo bu balalar avval boyliqni deb akuki yo'ldan ayrildi. Emdilikte kelip qandaq eşi işret ve dunyolikqa berilib o'zining shundaq bir kim ekanligini unutib qolgan bir mazmun tasvirlandi. Bu tasvirlar ichida bularning hammadan bek eng avval o'ylagan nima bo'ldi? Pul. Oqisdan pul topsa nima bo'ldi? Xotin. Bizning keyingi o'qiydigan boblarimizda mana shundaq mazmunlar bor. Ba'zi yerlarni o'qishda qiynaldim. Oldin o'qidim. Bir yan tashlab, nani boshlab o'qishni bilmadim. Shunga bu yerda qandaqdir avtorning yozg'iniga hurmat qildim, aslisi bo'yicha o'qiydim deb ba'zi nashan yerlarni o'qig'anim emas. Balki bizning nima uchun ana shundaq bir hayotdan bugun shu xor bir hayotga mahkum bo'lishninki o'tmishdiki shu saboqlar bilan bugungi kunda yana aynı xatolikni takror qilyaptamdiq yo'qmi, buni ko'rish kerak, qarash kerak. Ba'zi chog'larda xuddi bir rasm bor-ku, o'zining kallasida ap qo'yib, o'ziga qarab o'ttirgan. O'zimizga bir qarab yiqishimiz kerak. Shunga men o'qigan mazmunlarda men bu ta'sida o'qiyapman. Ba'zi shundaq bir nimday ifodalashni bilmadim. Tashlab degidek o'qiyapman, lekin bekchiq tashlab etsam mazmunning butunligiga ta'sir etadi. Shunga meni tanqidlab ketmay, maxotu nomus qilmay manda gaplarni o'qiyotdi demay, shu nomus qilmay qilgan ishlarning natijasi bugungi kundagi musholimiz bo'lgan ekan. Anglashinglarni umid qilaman. 21-bob oyim. Nizambayning shahar sirtida katta bir bog'i bor edi. Bu bog'da olma, anar, neshput, shaptul, anjur, üzüm degandek mushu yurtda o'salaydigan mevalarning hamma xili tepiladi. Bu bog'da Nizambay cho'ng xotin uchun silingan peshayvonlik ayvon bor edi. Bu hashamatlik qurilishning atrofini gulliklar o'rab turardi. Hamma narsa shunchalik pokiz va ratlik edi. Bog'ning o'ttirsida turiklarga naqshlar chekilgan chiroyli bir shipang bo'lib, shipang yonida cho'ng bir ko'l bor edi. Bu yerda salqinlik va toza havo, ko'l bo'yidagi egiz o'sgan daraxtlar, yeshil o'tlar bilan qoplangan ko'l suyini suzuk va muzdek saqlaydi. Bog'ning mevalari sivatlarga qochilinib, haftada bir qitim shahar ichidagi Nizambayning boshqa uylariga, ishib qolganlari baqqallarning do'konlariga to'shaladi. Bog'ga qaraydigan ishchan bog'van yillarning o'tishi bilan kuchdan qolgan bo'lib, endi u bog' yo'llaridagi o'tlarni yulish, mevalarni ulash, chatash, vaqti-vaqtida suv quyish, gullarni parvish qilish, tomlarning sho'rlarini etish, tushgan mevalarni yig'ib quritish degandek tugamas ishlarga ulgurolmay qolgan edi. Nizambay Ömerni ana shu ishlarga yordamga kelgan edi. Ömer bu yerda ko'ngildagidek turmushga erishdi. Qiyri bog'van va uning ayoli mehribon odamlardan edi. Bog'van bog'ning bir burchiga silingan oddiy uyda turardi. Ömerning tamaqi ular bilan billa bo'ldi. Bog'van buvay o'z uyining yendiki ketman, gurjak, koni sivat, üzüm notlarini bog'laydigan chigila, palti qaychi degandek narsalar qo'yilgan uyni bekalab, Ömerga yotoq uy qilib berdi. Bog'vanning umr bo'yi tinim topmay ishlab mukchiyib ketgan ayoli Ömer turadigan uyni supurib tozalab, quroq selib tikkan pokiz yotgan ko'plarni tayyorladi. Ular bu yosh yigitning paydo bo'lganligidan nihoyat xursand edi. Ömer ularni bog'dagi nurg'un ig'ir yenik ishlardan ozod qiladi. Ömer ota soyat vaqtida uning haydakchiligi bilan o'qib turadigan 5 vaqt namozini yana boshlab oldi. U har kun sahar qopib, tarat elib bomdod namozini o'tab, choy vaqtigacha yana bog'da qilishga tegishli bo'lgan nurg'un ishlarni qilib bo'ladi.
Her cümə günü qeri bağvanga əgişib berib, məhəllənin doqmuşidagi cho'ng masjidda cümə namazını o'qib keladi. Bu odatlar bilan u bağvanning oilasiga va Nizamboyga yiqib qoldi. Boy uni yilliqchi qilib yollab oldi. Uningga tamqin berishdan boshqa har yili yozliq qishliq ishqor kiyim, ozroq ish haqqini berishga to'xtam tuzildi. O'z turmushining yo'liga tushib qolganligi uchun Ömer Xudoga shukr aytadi. Usti uchiq zindondagi va bu shahardagi ishlab olmay osh to'q yurgan chog'dagilarga qaraganda bu yerda u o'zini jannatda yashayotgandek his qiladi. Ba'zi bu bog' o'zining salqinligi, qushlarning sayrashlari, gullarni aylanib yurgan harilarning g'o'ng'ildashlari, kipinlarning parvoz qilishlariga cho'milib, shunchalik go'zal bo'lib ketadiki, bu bog'ni bino qilish uchun pul xarjlagan Nizamboyning o'zimi bu go'zalliklardan bahra olish fursatidan mahrum edi. Boy baq kamdan kam keladi. U qayerlardadir o'zining savdo ishi bilan paloqlab, tira, yung, gezmonlari bilan avor edi. Xotinlari orasidagi tugamas mojarolar, savdodagi foyda ziyon ishlari bilan azob chekib yuradi. Agar boyni hozirlandi desa, u faqat bu katta bog'ning o'zining nomida ekanligidanla hozirlanadi. Turmushda shunday ishlar bo'ladiki, ba'zi odamlar ko'rkam saroylarni yasitib, uni isli gilam, uy jabduqlari bilan to'ldirib qo'yib, bu saroylarni paskina bo'lib ketmasin deb tuvangigan oshxona uylarni yasitadi va umrining to'lisini ana shu saroylarga yondab silingan oddiy uylarda o'tkazadi. Boylar nom shuhrat uchun soldirgan ajoyib binolarning umri hamon ularning o'zining umridan uzun bo'ladi. Shu katta saroylarning tarixi ustida izinib ko'rsangiz, haqiqiy huzurni olganlar shu uyni yasatquchilar emas, balki boshqa birlar bo'lib chiqadi. Hashamatlik mehmonxonalarni soldirgan podshoh va amaldorlarning holi uningdanmi battar. Uningga shu mehmonxonalarda yetish fursati yilga bir necha qitimli bo'ladi yoki mangu bo'lmaydi. Bu ya'ni u har kunidagi qantini boshqalar chaqadi. Ömer bog'da ishlab yurib, bog'ning huzurini suratdi. Pishib yetilgan eng shirin mevalarga birinchi bo'lib eg'iz tegadi. Qushlarning ovozi, gullarning purqi uning ko'nglini texmi ovutadi. Asta-asta uning sarg'aygan chiroyi qon yugurishga boshladi. Uning vujudidagi qo'saq beqish halakchiligi bilan bo'lib ketib unutilgan hissiyotlar, yoshlik sezimlari qayta yetilishga boshladi. Ba'zida Ömerga boqqa suv boshlab kelish uchun bog'dan chiqib, tor ko'chalardan o'tib, yiroqdagi shaqirab yiqayotgan o'stan bo'yg'icha berishga to'g'ri keladi. Darvoza qiya ochiq turgan ho'ylilarning oldidan o'tganda, uning ko'ziga uzum baranglari ostida supalarda o'ltirib, chinining ko'tkidagi o'sma suygi palkushlarini chilab o'sim qo'yayotgan qizlar chiliqib qoladi. Bundaq chog'larda uning yuragi ixtiyorsiz dupildab ketadi. Ba'zida yo'l ustida uningga purkanchilik cho'kkanlar uchraydi. Ularning jamoli chumbal bilan yipilgan bo'lsa-mu, yana ularning to'lg'inib mengishlari, purkanchining bir burjikini nazokat bilan chimdib tutgan xini qo'yilgan nozik barmoqlari Ömerda tatliq sezimlarni qoldiradi. O'stangdan qapoqlarga suv ekilayotgan qizlarni ko'rganda, Ömerga bu go'zal qizlarning kunda qaraygan oyoqlarida sonsiz qo'ng'iroqlar jaranglayotgandek, ular besib o'tgan to'piq yo'llarga gullar to'kilib, atrofga kishini mast qiladigan xushpuroq tarqilayotgandek bilinadi. Ba'zida u qeri bog'vanning ishki oldidagi barang ostida choy ichib o'tirganda, bog'ning tema orqasidagi ko'cha tarafdan qizlarning kulkilari anglanib qoladi. Mundaq chog'da Ömer yeyotgan tomoqni unutib, ixtiyorsiz tom orqasiga quloq solib turib qoladi. Mo'may bilan buvay bo'lsa bir-biriga ma'nilik qarab kulimsirashadi. Aldirma o'g'lim, deydi bog'van. Obdan ishlab topgan pullaringni zoya qilmay jiqqin. Musha atrofda obdan odamning chiroyli qizlari bor. Har qanday kishi seningdek yolg'iz yigitni kuyovg'ul qilishga jon deb ma'qul bo'ladi. Ömer mundaq chog'larda villada qizratdi-da, bog'vanning yaxshi tilikiga ko'nglida xushal bo'lib, katminni elib boqqa qarab ketib qoladi. Bog' ichi uningga texmi chiroyli bo'lib ketgandek ko'rinadi. Quyosh nurida yo'pirmoqlar texmi yeshil, osmon texmi ko'k, gullar texmi rangdor julolanayotgandek, hayot uningga texmi keng quchoq echayotgandek bilinadi. Nizamboyning bu cho'ng beg'ida turadigan ayolini hamma hurmatlab oyim deyishadi. Oyim to'liq qomatlik, gap so'zi joyida, oppoq, suzik mang'izlaridan qizillik ketmagan kelishimlik xotin edi. O boyning texi Nizamboy atilib shaharga to'nilmagan vaqtida olgan tunji ayoli bo'lib, oyimning otasi shahardagi puldorlardan edi. Nizamboy keyin tira, yung savdosi bilan shug'ullanadigan bu qiynatisining yurishi bilan tizli biyib ketdi.
uning shu atrofdagi yezi qishloqlardan teri yung yig'adigan maxsus odamlari, bir qancha yerda xurum, shovrin ishlaydigan ishxonalari bor edi. Hozir Nizambayning savdo setiq doirasi yung terilardan olqib, mata chekman, gazmol, oltin kumush savdolariga berib ketgan edi. Nizambay o'zining savdo ishlari bilan doimli aldirash yuradi. Foyda chiqadigan biror fursat, biror yuchuqni qo'ldan bermaydi. Nizambay o'zi bir oz ayminib, hurmat qiladigan qiyin otasi vafot bo'lgandan keyin oyimning ustiga orqa-orqadan 3 xotin oldi. Xotinlar uchun shaharning har qaysi joylarida ayrim-ayrim joylarni soldi. Oyimni bo'lsa peshayvonlik ayvonlarni yastib, mushu boqqa ko'chirib qo'ydi. Ikki chakar ayol bu yerda oyimning xizmatida bo'lib, oshtamqini etib, holidan xabar oladi. Boy oyimni xarajatdan qismaydi. Cho'ng bog' oyimning har qancha yayrab, erkin yurishiga yetadi. Lekin ayol kishi uchun faqat mushu narsalarning o'zini kifoya qilmaydi-da. Oyim Nizambaydan yana muhabbat talab qiladi. Boy bo'lsa, uningga ishonolmas bo'lib qolgan edi. Dastlabki chog'larda Nizambay boqqa oyda 1-2 qatim kelib qo'nib ketib yurdi. Keyin oyoq bosmasla bo'ldi. U har doim o'zining tugamas savdo setiq ishlari, qaysi bir savdogarning va'da qilgan chekmanlarni vaqtida yetkazib kelmaganligi, xurum ishlovchi ustalarni o'ptaroq rozi qilish uchun xurumlarni yiroqqa to'shib yaxshi pul qilish lozimligi, shahar boylari bilan bo'ladigan muomalalar, beglarga topshirilgan sovg'a salom va yana qandaqdir bir da'vo ishlari to'g'risida oyimga eskartib o'zining oldirashligini aytadi. Ammo oyimning nazarida bo'lsa, bularning hammasi quruq bir bahona edi. U ishlarning hammasini kunduzi putduzi bo'ldiganligini oyim obdan biladi. Nizambayning kechilik vaqtlari yosh xotinlar bilan o'tadi. Bularni o'ylasa, oyimning yuragi etishadi. Yolg'izlikda uzun kechalarni tongga o'lamoq nihoyat qiyin edi. Oyim qilin ko'pilar ustida yetib, Nizambayning o'zini akilatgan chog'larini, doimo uning qishida bo'lgan kunlarini xiyolidan o'tkazadi. U chog'larda ularning turmushi ancha boyashat bo'lmasa-mu, nihoyat ko'ngillik o'tgan edi. Nizambay oyimni etigini xap qilib qo'yib ketsa, qo'yib chiqib ketib qolsa, kechga kelib ko'ngilni oladi. Bu chog'da bu bog'da hozir mevchi bilan to'kilib tursa-mu, Nizambay o'z qo'li bilan ekilib sundigan bir tal olmaga yetmaydi. Oshpaz xotinlar har xil tamoqlarni etib oldi qo'ysa-mu, yana Nizambay yog'lig'iga tugib bozordan ekildigan bir qancha dona samsining lazzati boshqacha edi. Oyim xili uzun vaqtlargacha oltin jabduqlarni yipak yog'liqqa tugib, isitqu sovutqa qo'ydiganlarning oldiga qatirab yurdi. Nizambay tasodifiy uning yinida bo'lib qolgan kunlarda u isitqu qilgan navatlarni silib, uningga choy damlaydi. Boy pay yostiqlarga beshini qo'yib, birdam aram ililish uchun ko'zini yumg'idek bo'lsa, oyim qorong'u bog'dagi sarang baxshi, yor ko'chadagi oqsoq xotin o'gitib qo'ygan absullarni o'qib, uningga hurratdi. Mushundaq behuda avarchiliklar bilan oyimning nurg'un oltin jabduq, tengi tillalari, qandaqdir ramballar, isitqu qildigan xotinlar, absun o'qib osmonda uchib ketayotgan qushlarni yung'izlangan pet yerga tushirib ta'laydi deb danqi chiqqan sergarlarning cho'ntikiga tushib ketadi. Lekin bu paloqlashlarning natijasi aksicha bo'lib, Nizambayning qadami borgan sira oyim tarafga yetmas bo'lib qoldi. "Hey jodigarlar!" deb qag'iydi oyim ichida Nizambayning bosh xotinlarini. "Sizlarning heri mikringlar meningdan eshib ketyapsa kerak. O'qiyotgan absullaring o'zingga yenib o'lishasa iloyim." Ba'zida oyim nemishqidir biror nomrod kasb yoki dehqonning ayoli bo'lib qolmagan bo'lg'iydim, debmi hasrat chekadi. Bog'ning bir bulung'idagi qiyshiq uylarda o'ltirayotgan bog'vanning mumiyiga havis keladi. Chunki ular nomrod bo'lsa-mu tang qirib, turmushdagi xushallik va ig'irchiliklarni tang tatib o'tib ketayotadi. Bara-bara oyim o'z taqdiriga tan beradigan bo'lib qoldi. 4 xotin og'allar yolg'iz Nizambaylimidi? Cham yetgan har qandaq bir musulmon 4 xotin oladi-ku. Uning ustiga oyim Nizambayga biror farzand tug'ib beramidi? Boyning boshqa kichik xotinlari yosh va jalbkor bo'lib, ularning har biridan Nizambayning 1-2 dan farzandi bor edi. Oyim endi kunini Xudoga shukr qanoatini bildirib, 5 vaqt namoz bilan joy namozda o'tkazadi. Balasi bo'lmaganlikdan yaxshi kunning yomoni bo'lib, boydan keyin qas lozim bo'ladi deb oltin kumush yig'adi. Oyimga otasidan tekkan miros dunyolarmi uning bir umr yetib yeyishiga ashadi. Ro'za Ramazonlarda oyim yetim yesir, g'ariblarga sadaqa beradi. Masjidlarga pul inom qiladi. Bog'dagi ishlamchi ayollar bilan peshayvonda paranglashib o'ltirib qolgan chog'larida ularga musulmon ayollarning o'tashga tegishli burchi, u dunyo va bu dunyolikdagi ishlar, azob va rohatlar haqida kitobxonlik qilib beradi. Shunga ishlamchi ayollarning nazarida
oyim poklik va ulug'liqning namunasi edi. Ashundaq ba'zi xalliqlarni qilaverib, oyim texi amdili 40 yoshlarga kelganiga qaramay, o'zini qerib xiyol yoshlarga berib qolgan ayollardek his qiladigan bo'lib qolgan edi. Atrofdagi ayollar shu xislatlari uchun uni Guhar Banum degan ism bilan chaqamay, hurmat bilan oyim deyishatdi. Bu bog'da yosh ishlamchi Umar paydo bo'lishi bilan oyimning ko'nglidagi sabr toqat to'zonlari ostida ko'milib qolgan hissiyotlari qayta bosh ko'tarib parakandichilik selishga boshladi. Bu xuddi o'chib qolishga hozir bo'lib tutib turgan o'tni tuyuqsiz kelgan bir shamol qayta yolqinjitayotgandek bir ish bo'ldi. Bugungi 21 bob mishada tugadi. Davomini o'qiymiz. Allohga omonat.